Hormang usta. Assalomu alaykum, brat. Kelinglar aka. Kelinglar mehmonlar. Usta, eshitishimcha eng zo'r novvoy siz ekansiz. Ozgina xizmat bilan keldik. Vaqt ajratarsiz-a bizga? Aka, endi biz ham oddiy bir novvoyimiz. Endi bizdan ham kuchlilari bor endi. Aka, sizga qanaqa o'zi nonlar kerak? Bizda nonlarda har xil turi bor. Xohlasangiz oddiy non, kulcha non, patir nonlarimiz bor aka. Juda ham go'zal. Ta'miga gap yo'q aka. Nima desangiz shuni yopib beramiz aka. Qo'limizdan kelganicha. Siz aytgandek bo'la qolsin. Shu o'zingiz aytgan patrizdan ustini yaltiratib mingta yoping. Xo'p bo'ladi aka. Siz aytgandek mazali qilib ustini aka lakirovni qilib beramiz, qizartirib. Aytgan joyingizga vaqt soati yetkazib beramiz. Mayli, dastavkasi ham ichida bo'la qolsin. Brat. Nonlarda orqasi kuyib ketmasin. Nozik mehmonlar keladi, uyatga qo'ymang bizni. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? O'zim qaytaraman. Aka, men Navoiy bola. Xo'p aka, xo'p. Dado, hormang. Charchamayapsizmi? Salomat bo'ling qizim. Yo'q, charchash yo'q qizim, rahmat. Nega kayfiyatingiz yo'q? Biron yeringiz og'rimayaptimi? Yo'q qizim, hammasi yaxshi, rahmat. Ko'rmaysanmi? O'tgangi hafta bir klientga non yopib bergan edim. Haligador pulini bermadi. Bilasan, hozir hamma narsa pulga taqaladi. Ko'mirda ham qarzga olgan edim. Unda ham qarzga olib yopgan edim. 1000 ta patir bu hazlakam degan emasda qizim. Dastavkalarga da bekor qilib bergan, shopirga ham pul berishim kerak. Bilasan, oying bechora non chekib menga yordam beradi. Endi bir gap bo'lar, xudo xolasa. Balkim ish chiqib qolgandir. Lekin telefon qilsam o'chirib qo'yadi. Nima sabab bo'ldiki? Yana otamga osh beryapman, ehson qilyapman, otam o'tib ketgan edi deb 1000 ta patirni zakaz qilgan. Dado, sizni bir gapingiz bor edi-ku, ehsonni haloldan qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar: agar inson haromdan topgan molini ehson qilsa, bu amali uchun savob olmaydi. Haloldan qilingan kichik ehson esa haromdan berilgan tog'dek oltindan afzaldir. Shep. Ammo eksonni bor-u, yori bor deysan. Kaso odamlar keldi. Endi bilasan-ku, mashalloh.